Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Bizlar reklama sohil to'yxona Termiz shahar. Sohil to'yxonadan kirib kelganda oromgoh bor, plyaj bor. Plyajning orqasida 4 ta ko'cha bor. Shuning ikkinchi ko'chasi asfalt, gaz, suv, svet hamma narsasi bor joydan sohildan ikkita ixcham bitta 2.6 sotuq, birovi 2.9 sotuqda qurilgan, tashkentskiy stilda qurilgan ixcham ikkita hovlimiz bor. Bu hovlini noldan o'zim qurganman. Men bularga e'tibor bermaysizlar, bu narsalar bizning o'zimizning narsalarimiz. Ustalarimiz xatosi bilan tushgan bu narsalarni biz qilib beramiz. Gipki kamin yuvib ishlatiladigan devol qilingan 2.6 sotuqli uyni ko'rib chiqamiz. 3.60 ga 3.60 darvoza. Ichkariga kirganda bitta mashina, tashqarida ko'chada ikkita mashina sig'adigan hovlimiz, ixcham. Bu uyimizning narxi 450 million so'm. Ikkita spalni, o'rtada perxoshka 270, steshkalar qilingan. Nolovkani quyib, parketni to'shaverasiz. Devor fasadga tayyor. Pol patolog bo'lgan, polda o'sha parketni to'shsangiz bo'ldi. Mehmonxonani chiroyli ixcham patologni chiroyli qilish uchun gipslari ham bor, bular ham qo'shib beriladi. Bu ikkinchi spalnimiz. Bu yerda bir kishi turadi. 370 ga 470 ikkita spalni. Uyning narxi 450 million so'm. Agarda 50 million 100 million pulingiz yetmasa, ozgina ko'tar joyi bor. Xohlasangiz ikkilamchi, xohlasangiz ikkilamchi qilaman desangiz ham ikkilamchi qilsangiz bo'ladi. 11 metrlik mehmonxona, patolog oxiriga yetmagan gipslari bor, beramiz, xudo xolisa qilib olasiz. Bu 3-xonamiz. 4-xonamiz o'tirib choy ichadigan tapchanli xona. Uy shu holida narxlanyapti. E'tibor berasizlar, ertaga narx-navosida tortishib qolmaylik. Mana bu 4-xona tapchanli xona bo'lishi kerak. Steshkalar qilib turaverasiz. Mana bu yerda oshxona, oshxonada отдельный yana bitta eshik bor. Buni bitgan holati bor. Narigi uyda video oxirigacha ko'rsangiz, narigi uyni videosidan ko'rsangiz bo'ladi. Banya 2 xona, koridor, ichkarida cho'miladigan sanuzeli bilan. Uy penoblokda qurilgan, polni betonda turibdi. Hozirgi domlar qanaqangi betonda bo'lsa, xuddi o'shanda betonda turibdi. Sesma, hojatxona, bayni, zabor, hamma joy betonda turibdi. E'tibor berasiz, betonda turibdi. Hojatxona kengish 3 metrga 3 metr, 2 metrga 2 metr lanshart bor. Tashqarida tapchan qo'yib o'tiradigan 6 metrlik joyimiz bor. Ixcham hovli 450 million so'm. Akalar, ukalar, 450 million so'mga hozir Novostroyka 2 xonali yangi uyni bermayapti. Agar bilayotgan bo'lsalaring, misol uchun 60 kvadrat bo'lsa, meni 2 xonali domim bor, 60 kvadrat bo'lsa, 7 milliondan hisoblasangiz ham 420-430 million so'm bo'ladi. Lekin bu 4 xonali uy, to'g'ri 50 million rasxodi bor, 50 milliondan bitsa bo'ladi. O'tirib har qanday gap kerak emas. 50 million so'm rasxod bilan kirib yashasa bo'ladi. Uyga agar xohlasangiz 1 milliard xarajat qilsangiz ham uyga kirib ketaveradi. Endi sizning xohishingizga qarab. Bu ham xuddi shunday 3.60 ga 3.60 darvoza, 2.9 sotuq, tashqariga 3 ta mashina sig'adi. Ko'chaga 3 ta mashina sig'adi. Hovlining ichiga 3 ta mashina sig'adi. Gipki kamin qilingan. Fasad aytganimdek yoki tushgan joylari bor. Ularni biz qilib beramiz, o'zimizda mahsulotimiz o'zimiz qilib beramiz. Ustalarimizda xatochilik o'tgan. Xo'p, mana bu pol patolog bo'lgan, bitgan. Spalniyaga faqat kirib yashash kerak. Perxoshga parket to'shalgan, 4 ta lestnitsa kafildan qilingan. Haytik usuldagi eshiklarimiz, fasadlar bo'lgan. Yevromontaj bo'lgan. Har bir uyda kamida 6 ta, 7 tadan rozetka bor. Hech qayerda fenga yoki bir boshqa narsaga, даже zaryadchikka ham sim tortmaysiz. Uyda kabel kirib kelgan, televizor kabel, Wi-Fi sim kirib kelgan har bitta uyga. 2 xona perxoshkadan tashqari 2 xona hisoblaysiz. 3-xonamiz mehmonxonamiz bor. Bu uy xohlasangiz shu narxda, shu holatida
kamillari qilib berilgan holatda shu holatda sotiladi. Xohlasangiz bitqazib beriladi. Mana mehmonxona. Patolog mana shunday bo'lishi kerak. Bu hol patolog bitmagan, bitsa bundan ham chiroyli bo'ladi. Agarda buni bitqizib berasan deyilsa, aboylari qilib beriladi. Pollari bor, pollari urib beriladi. Muammosiz. Aboy siz xohlagan, nima uchun aboy urilmagan shu vaqtgacha desangiz, sizga yoqqan aboy ayolingizga yoqmaydi, ayolingizga yoqqan aboy onajonga yoqmaydi. Shuning uchun bitta kelishib olasiz, o'sha aboy urib beriladi bizning hisobimizdan. Uyda eni 5 metr, mana bu darvozaxona uzunligi 12 metr. Darvozaxonada mana ko'ryapsizlar, bu bekordan-bekorga ochilmagan. Mana bu nimadir deylardi, yozasizlarda xullas. Taxta ham qo'yilgan, bundan ham qilingan, e'tibor berasizlar. Uchta xona, bunda ham xuddi shunday 6 metrlik karavot qo'yilgan joy bor. Boya aytganda devorga e'tibor bermaysiz, devorni biz qilib beramiz. Sizning ko'nglingizdagidek bo'ladi. U chunki o'zimizning mehnatimiz, o'zimizda bor mahsulot qilib beriladi. 2 metrga 2 metr lanshart, 3 ta mashina bemalol sig'adi, 6 metr karavot. 4-xonamiz o'tirib tapchan. Men uyda sotsam sotaman, bo'lmasa o'zimga deb reja bilan qurilgan, o'zimga yoqqanim uchun qurilgan. Tapchan o'tirib bemalol choy ichib, agarda siz o'rtoqlaringiz bilan, ishxonadagilar bilan o'tirgan bo'lsangiz, bu yerdan chiqib ketaverasiz. Yangamiz mana bu eshigimda yopib qo'yadi. Oshxonada ishini qilaveradi. Bu oshxona. Oshxonada ham oldilib ketishga, hamma narsaga, ikkita xalaqinlikka rozetka to'g'rilangan. Uy o'zim dit bilan qurganman, o'zim xohlaganimdek qurganman, mehr berib qurganmiz. Akalar, opalar, mana shu uyga, ikkita uyga $117,000 xarajat qilingan, obshiq hisobda. Prosta pul zarur, shuning uchun sotilyapti. Sotilish sababi desalang, uy o'zimda uyim bor, ikkita, uchta uyim bor. Bu qo'shimchaga qurilgan, reja bo'yicha bittasiga o'zim, bittasiga farzandim yashaydi degan reja bilan qurilgan. Faqat hozir pul zarur bo'lyapti, shuning uchun sotilyapti. Uyda savdosi bor, savdo bo'lib turibdi. Faqatgina savdo ikkita uy bitta joyga bir kishiga savdo bo'lgan. Faqatgina puli tayyor bo'lmaganligi uchun, cho'zilayotgani uchun video chiqyapti. Anchadan beri bu uyning videosi qo'yilmagan YouTube'da. Shunga e'tibor berasizlar. Uyda savdosi bor. Mana bu kafilni tanlaysiz, vannani tanlaysiz, kafil vanna qo'yib beriladi. Agarda shu holida olaman deydigan bo'lsangiz, uy xullas bitqazib berilsa, mana shu uy 600 million so'm. Agar shu holda kalit ber desangiz 550 million so'm. Ozgina sunnatiga o'tadigan joyi bor. Hojatxona mana bu o'ng tarafda ko'radigan eshiklaringiz o'tiradigan o'zimizning meshni hojatxona. Mana bunisini xohlasangiz omborxona, xohlasangiz unitaz qo'yib tahoratxona, tahoratxona xohlasangiz unitaz qo'yib, unitazli hojatxona qilsangiz ham bo'ladi. Отдельно ikkalasi отдельно eshik. 6 metrlik karavot bemalol ketadi. Mana buni yuvgandan keyin oppoq, juda chotki, qora-qora, oppoq, oq-oqqa bo'ladi. 3 darvoza katta isuzi bemalol uyga sig'adi. Kimga zarur bo'lsa, puli tayyor bo'lsa aloqaga chiqsin. Gaplashamiz, 50 million, 100 million yetmaganini kelishamiz. Yoki ikkilamchi qilamiz desangiz ham muammosi yo'q. Uyda hech kim turmagan. O'zimizning mehnatimiz, o'zimiz qurganmiz uyda. Bitta laytni bosib qo'yamiz, gaz, svet, suv, asfalt, hamma narsa bor. Gentra, Cobalt, trekker bo'lsa, almashishimiz mumkin. Yetmaganiga kelishimiz mumkin. Krishalarni ko'ryapsizlar, mana tunikavon oxiriga yetkazib beriladi. Uyda haqiqatan ham o'zim havas qilib o'zim qurganman. Bu uyga hech kimning aloqasi yo'q. Uyda noldan o'zim qurganman. 45 sm padush, 70 sm fundament. Har birta mana bu qora karkas qilingan. Xullas uy suyakda turibdi. Bemalol. Keyin yana bitta narsa aytib berasizlar. Daryoga bizdan keyin 10 ta uy bor. Mana shu yergacha plash keladi. Hozir bilasizlar, yangi loyiha bo'lgan. Plash mana shu yergacha kelish kerak. Bu juda zo'r joylar bo'lib ketadi. Xudo xolasa agar kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Nomerlar Glavnda bor. Sog' bo'lamiz, rahmat.